Assalomu alaykum aka-ukalar. Yana bitta zo'r mashina kelib qoldi. Bitta ko'rib o'ringlarchi. Xo'p, yili 99-yil. Motor korobkalarida umuman ishi yo'q. Balonlari o'rta holda. Xohlasangiz almashtirib olasiz, xohlasangiz yuraverasiz. Xo'p, kraskalari bularda bo'ladi. Kraskalarni даже so'ramadigan. Xo'p, hamma tomonni bir ko'rsatib o'tay. Endi salonlarni bir ko'ringlar. Salonlari ham zo'r holatda. Menimcha yaxshi ko'rinyapti. Salonlari yaxshi. Mana shu yerda plastmassasi tushib qolgan ekan. Xo'p, buni eng qiziq joyi egalari narxini $1000 deb kelishgan ekan. Biz uni tortishib bo'ladiganini $850 qilib qo'ydik. Eng zo'r joyi buni propani bor mashinani, propanga ruxsati ham bor. Telefon qilaverasizlar. Egalarning nomerini pastga qo'yib qo'yamiz.